Hammaga assalomu alaykum. Bugungi sizlar bilan mavzumiz bugun to'lang va kelajakda yutqazmang. Nima uchun mavzumiz nomi shunaqa? Chunki qurilish sohasida odamlar xonadon xarid qilayotganda albatta birinchi bo'lib pul yig'adi. Pul yig'ishadi, pul yig'ishga ham vaqt ketadi va pul yig'ib bo'lgandan keyin ham yaxshiroq narx chiqar, arzonrog'i chiqar deb pulni ushlab turib, o'rtada nima jarayonlar sodir bo'ladi? Narx-navo oshadi, inflyatsiya, surov material narx-navosi oshadi va har bitta любой bir turar joy majmuani o'rtacha bir yil ichida o'sadigan narxi o'rtacha 10-15% ga narxi oshadi. Ya'ni nima demoqchimiz? Agarda sizga o'sha pulingizni yig'ayotgan bo'lsangiz ham xonadonni hozirni o'zida xarid qilsangiz siz uchun oqilona yo'l, ya'ni oqilona qaror. Masalan, kvadrat metrni 6,5 million so'mdan xarid qildingiz mana shu yil. Tasavvur qiling, bu narx 5 yildan keyin necha barobar oshadi. O'rtada inflyatsiya, surov material narx-navosi oshishi va raqobatni nisbatidan narx-navosi yanada oshishi va shunga yarasha o'rtacha siz foyda topadigan koeffitsient 200-300% ni tashkil etadi. Ya'ni 2-3 barobarga bemalol oshadi 5 yil davomida. Agarda boshlanish to'lovingiz bo'lmasa ham bizning ofisimizga tashrif buyuring, ya'ni Qorasuv uylari turar joy majmuasiga. Biz sizga boshlanish to'lovisiz xonadon xarid qilib beramiz. Nima uchun boshlanish to'lovisiz xonadon xarid qilishda qayerdan foyda topasiz? Nimadan foyda topasiz? Sizning birinchi ustunligingiz nimadan bo'ladi? Ya'niki siz, misol uchun kvadrat metrimiz o'rtacha kvadrat metr narximiz 8 million so'mdan bo'lsa, 8 million so'mdan siz shu bugungi narxni muzlatasiz. Ya'ni bo'ldi, sizga 8 million so'mdan xonadon, kvadratdan 8 million so'mdan xonadon sizga rasmiylashtirib beriladi. Albatta shu boshlanish to'lovisiz 60 oyga bo'lib to'lash evaziga to'laysiz. Hamda 5 yil davomida bu narxingiz umuman oshmaydi. Ustiga qo'shimcha ustamalar ham qo'shilmaydi. Xohlasangiz remontli, xohlasangiz korobka, qaysi biri qulay kelsa, xohlaganingizni olishingiz mumkin. Hamda ikkinchi ustunlik tomoni, har bitta kutgan yilingizga xonadon narxi oshadi, lekin siz xarid qilgan narx hech qachon oshmaydi, o'sha narx qotadi. Masalan, shu yil olganingizdan keyin 2 yildan keyin kamida ustiga ustumangizni qo'yib sotsangiz bo'ladi. 8 millionlik narsani 9-10 milliondan smelo sotsangiz bo'ladi, bemalol, o'ylamagan holatda. Hamda o'rtadagi foiz va peniyalar yo'q, ya'ni risk ham kam. Chunki hujjatlari joyida, qurilish ketyapti, kotlovan qozuvchi podushkaga o'tilgan va xonadonlarni 2027-yilda o'z egalariga topshiramiz albatta. Agarga sizga shunaqa xonadonlarimiz ma'qul kelsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib yanada batafsilroq ma'lumotga ega bo'ling. Sizlar bilan Qorasuv uylari ko'rishguncha xayr.